Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Hammangizga kun xayrli bo'lsin deya do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga, ya'ni 2025-yil oktyabr oyiga yangi umra ziyorati narx-navolari va shart-sharoitlari haqida batafsil ma'lumotlarni beramiz. Albatta videomiz oxiriga ko'rib, videomiz yoqsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Biz sizga eng ishonchlisini ko'rsatamiz. Tanlov o'z qo'lingizda. Yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Salom. Azizbek, video boshidan safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shularni bir batafsil obunachilarimizga yoritib bersak. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zimiz o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zimizning milliy taomlar beriladi. O'zimizni o'sha powerlarimiz xizmatda bemalol borib, o'zimiz o'zbek milliy taomlar bilan ovqatlanib kelsa bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, o'zimiz o'zbek powerlarimiz tomonidan beriladigan o'zbek milliy taomlari taqdim etiladi va bundan tashqari sizlar misol uchun sayohatga, ibodatga, ziyoratlarga shularni ham bir qota aytib o'tsa, ya'ni obunachilarimiz qayerlarga chiqishadi? Yana 14 kun safar mobaynida. Madinada payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilinadi. Xurmo bog'i va Qur'on bosmaxonasi ziyorat qilishadi Madinada. Makkada Toyif shahri va Qizil dengizni ziyorat qilinadi va undan tashqari yana ziyoratgohlarimiz bor. Mutaxassis 50 boshlarimiz ko'rsatib, aylantirib, tushuntirib kelishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, yana ham to'liqroq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlardan olishlaring mumkin. Xudo xolasa, siz obunachilarimizga imkon qadar o'zingizdan, sharoitingizdan kelib chiqqan holda xohlagan sanalaringizga reyslar bor. Xo'p, hozirgi aytib o'tgan ziyoratlarimiz va ibodatlarimiz uchun, borish uchun Farg'ona va Namangan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha parvozlar bo'ladi. Qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Hop, Farg'onadan 18-chi, 22-chi, 25-chi, 29-oktyabr kunlari bor. 18-oktyabr kuniga bir 10 tacha joyimiz qolgan. Namangandan 12-chi, 18, 19, 25, 26-oktyabr kunlari bor reyslarimiz. Toshkentdan kunda kunora reyslarimiz bo'lib turadi, bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, bularning narxi necha puldan, Azizbek? Narxi Farg'ona bilan Namanganda $1050 qilib beramiz. Toshkentda $950 qilib beramiz. To'lovlarimiz qanday amalga oshiriladi? To'lovlarimiz Telegramimizga aloqa chiqsa, mana shunaqa bankdan shot raqam tashlab beramiz. Eng yaqin banklarga borib to'lov qilib bersa bo'ladi. Chekinni bizga tashlab bersa va Zagram pasportlarni tashlab bersa, joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va aloqaga chiqing, o'z joyingizni bron qiling. Xo'p, Azizbek, yana bir narsa, ko'pchilik, misol yori birodarlar, og'aynilar, do'stlar birgalikda bormoqchi bo'lganlarga bir chegirmalarimiz ham bormi Centrum Holidaysda? Bizda agar bitta to'plam bo'lib 35 kishi bo'ladigan bo'lsa, bitta guruh bo'ladigan bo'lsa, 36-kishini bepul qilib beramiz. Ya'ni 36-si bepul bo'ladi. Va bundan tashqari bizni 50 boshlarimiz o'sha o'zlari olib ketib, o'zlari olib kelishadimi? Shunday bo'ladimi 50 boshlar? Kelib, yo'l ko'rsatib, o'rgatib, hammasini tushuntirishadi. Xudo xolasa, 50 boshlarimiz, o'sha malakali 50 boshlar, tajribali 50 boshlarimiz hamrohligida siz obunachilarimiz, ziyoratchilarimizni chiroyli olib, 14 kun mobaynida safaringizni chiroyli ham ibodat, ham sayohat, ham ziyorat degandek bemalol borib kelish imkoniyati bor. Hozirroq bog'laninglar, aloqaga chiqinglar, yana ham to'liqroq ma'lumotlar ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Bizni kuzatib boringlar, siz obunachilarimizga kundan kunga yangiliklar chiqarishdan to'xtamaymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Azizbek, sizga ham rahmat. Mana shunday xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Sog' bo'linglar, salomat bo'lib, keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.